Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, hurmatli usta akalar. Mana bugun qilayotgan ishlarimizni sizlarga batafsil aytib o'tsak, mana xudo xolasa ishlarimizni boshlab yuborganmiz stejga. Buyog'i monolitlari bitgan. Stejning ostiga mana tagiga 2 qavatli salofanlar tashab, pinaplex tashalgan. Pinaplex ustidan bunaqa setkalar tashlangan. Shunaqa qilib stejkalar qo'yapmiz. Sizlarga bu o'zimiz qilayotgan realniy scenalarni aytib o'tamiz. Bu tomonimiz mana monolit. Monolitimizning kvadratiga 1,5 mingdan kelishilgan. Keyin bu tomonlari mana lesinsalar, tagi ochiq lesinsa. Mana pog'onasiga 3000 so'mdan bular. O'zimizni realniy gaplashilgan, o'zimiz qilayotgan realniy scenalar bu. Pog'onasi 3000 so'mdan. Mana bu tomonlari уже mana 2 xona joyi qoldi. Hozir bugun xudo xolasa bu yerni bitamiz. Xo'p, bular bitgandan keyin g'ishimiz birinchi etaj 10 so'm, ikkinchi etaj 11 so'm bo'lgan. Undan keyin bu joyga yana bitta lesinsa qo'ygan. Bu joydan bitta lesinsani qilib o'tsak. Xo'p, stejga bitgandan keyin уже g'ishimizni boshlaymiz. Xo'p, aylanasiga mana bunday qilib g'ish urib chiqdik, goniyalarni chiqardik. O'zini eski betoni tekis emas ekan, goniya emas ekan. Xo'p, aylanasiga mana shunday qilib g'ish urib chiqdik-da, goniyasini chiqarib oldik. Urg'inda stejkani qo'yib olsak, keyin ustidan o'sha g'ish uriladi. Mana o'zini betoni ozgina notekisligini hisobiga mana aylanasiga goniyasini chiqarib, mana shu g'ishni urib oldik. Mana shu g'ishga to'g'rilab stejkani qo'yib ham goniya ham chiqarildi, ham urg'inda mana shu bir qator g'ish urilib olgan. Mana shu obyektimiz. Xudo xolasa yana g'ishlarimizni boshlaganimizda g'ishlardan yana sizlarga videolardan joylab boramiz, ko'rsatib boramiz. Mehnatimizga bir dona like bosib qo'yasizlar. Kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.